Salom, sizlar bilan yana Nurik PUBG. Xo'sh, bu videomizda biz olovli mumiyani tekinga olishni o'rgatamiz. Bu albatta cheat. O'sha cheatni bugun men sizlarga yuklashni, o'rnatishni o'rgataman. Mana faqat mana shu kiyimda bo'ladi. Bosh kiyim esa mana bunda bo'ladi. Keyin mazza qilib o'ynaysizlar bunda. Boshqalarda oq mumiya ham tushishi mumkin. Boshqa mumiyalar ham tushishi mumkin. Menda sariq mumiya tushdi, boshqalarda oq ham tushishi mumkin. Shunga o'rnatishni o'rgataman bugun. Bu cheat boshqalarga ko'rinmaydi. Bu cheatni boshqalar ham o'rnatgan bo'lsa, ularga ham ko'rinadi. Mana mening do'stim mana hozir mening aloqa o'rnatgan do'stim qani edi u? Mana shu Karolga akkauntiga kirsak, bu ham o'rnatgan, mana menga ko'rinyapti u. Bu ham menga ko'rinyapti, uniki ham menikiga ko'rinadi. Xullas, vaqt ko'p olib o'tirmayman. PUBGdan chiqamiz va Telegram kanalga kiramiz. Mana bizning kanal. Xo'sh, bu yerdan biz cheatimizni topib olamiz. Mana shu cheat, mana mumiya, emoji, zip. Mana shu cheat, mana shu. Bu emas. Mana shu cheat. Mana bunga mumiya, emojiya bosamiz ustiga, dumaloqning ustiga va mana bu yerda Zachivga bosamiz. Keyin bu yerda OK'ni bosamiz va bunga razрешить beramiz. Keyin bu yerda mana shuni mumiya emojisiga bosamiz. Mana bu files bor-ku, files. Mana shuni bosib turamizda, kopiravatga bosamiz. Bosdik. Keyin Android data OK'ni bosamiz. Va keyin bu yerda использовать эту папку. Разрешить. Keyin pastga tushamizda PUBG'ni papkasini topamiz. Content.ig bosamiz. Va bo'ldi do'stlar. Cheatimiz o'rnatildi. Endi PUBG'ga kirib mazza qilib o'ynasangiz ham bo'ladi. Hammaga xayr do'stlar, sizlarga yaxshi kayfiyat.